Assalomu alaykum. Ko'pchilik ko'ks artroz kasalligiga chalinganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bilishmaydi. Birinchi o'rinda ko'ks artrozga chalinganda uni darajasiga qaraladi. 4-daraja bu og'ir daraja hisoblanadi, lekin uni ham orqaga qaytarish mumkin. O'rtacha 3 oy buni orqaga qaytishga yetarli hisoblanadi. Ko'ks artroz bilan kasallanganda birinchi e'tibor davolovchi mashqlarga qaratiladi. Ya'niki har 100 metr yurganda 10 daqiqa dam olib o'rtacha 100 marta shuni takrorlash kerak. Ikkinchisi butun tana bo'ylab suv bilan kontakt, ya'ni vannalar qabul qilish kerak. 2 kunda 1 marta to'liq vannalarni qabul qilib, tanani suv orqali moddalar almashinuvini yaxshilash kerak. Uchinchisi davolash, ya'ni ichki organlarda ham qon aylanishini yaxshilash, ham bo'g'imlarda holatini yaxshilash, ham bo'g'imlarda to'yintiruvchi oziqalar berish kerak. Ko'pchilik so'raydi, tabiiy usulda davolashda nimalarga e'tibor berish kerak? Bunda ikki xil holat bor. Ya'ni organizmning individual sezuvchanligiga qarab ikki xil lecheniya tavsiya qilamiz. Birinchisi sustavniy doktor, bu bo'g'imlarni tashqi tomondan oziqlantirish va to'yintirish uchun buni tarkibida kremi, yog'i, marmeladi bor. Ikkalasi surtiladi, bunisi iste'mol qilinadi. Ya'ni bo'g'imni tashqi tomondan oziqlantirib, shamollashlarni yo'qotish. Ikkinchisi doktoralik kompleksi. Choyi qonni suyultirish, balzami, kapsulasi, marmeladi esa bo'g'imlarda qon tarkibidagi oziqa moddalarni boyitish uchun ishlatiladi. Bu 3 oy davomida foydalanib, uchalasidan bitta qayta tekshiruv qilish kerak. Keyingisi sezuvchanlikka qarab mana bu kompleksimiz detoksioma balzami, doktorali balzami, sumbul shifo, doktorali choyi va ajva kompleksi. Ajva kompleksida ham mana kremlar bor, o'zini surtiladigan, tabletkalar bor, minerallarga boy bo'lgan. Mana shu kompleksni ham 3 marta ishlatib turib bitta tomografiya qilish kerak. Faqat ikkala kompleksni qo'llaganda ham davolovchi mashq, umumiy vanna alohida ahamiyatga ega. Og'riq ko'tarishdan va sovuq havodan ehtiyot bo'lish kerak.